Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni YouTube kanali orqali tinglab turgan aziz muxlislar. Barchalaringizni yana bir bor bahor ayyomi, Navro'z bayrami yangi kun bilan yana bir bor tabriklayman. Bugun ijodiy ishimizni, ijodiy kechani yana davom etkazib, ustozlarimiz bilan ijodiy kecha tashkil etdik. Bugungi ijodiy kechamizni asosiy sababchisi mana ustozimiz Omon Sharif ustozimiz. Ustoz, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustozimiz Buxoro viloyat Shofirkon tuman Dino hududidagi Pattaxon qishlog'ida yashab, hozirgi vaqtda ijod qilib kelyaptilar. Ustozga sizlar nomlaringizdan sog'lik, salomatlik, ijodiy ishlarga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Ustoz, sizga bir nechta savolimiz bor, ustozjon. Omon Sharif, o'zgina ijodingiz haqida, shogirdlaringiz haqida qisqagina so'zlab bersangiz. Isroil Subhoniy Buxoro nashriyotida ishlaydi. Bir 10 yildan ziyod birga ishlayapmiz, ijod qilyapmiz. Kitobimizni nashr qilib bergan. Undan boshqa bu shoirimiz yozuvchilar uyushmasi a'zosi Ilhom Ahror birgalikda ishlayapmiz. Bu ish katta yordam tekkan bilan menga, yo'nalishimga. Rahmat ustoz, rahmat. Hozirgi vaqtda ham ijodni davom etkazyapsiz, ustoz? Davom etyapti, xudoga shukr. Yoshingiz endi 77 yoshda. Yaxshi, yaxshi. Hozirgi yoshlarda ham bir tilak bildirsangiz shogirdlarga. Yoshlar ham yomon deb bo'lmaydi. Nimasi bor? Ijod harakati bor. Ijod harakati bor, yaxshi yoshlar bor. Shunday. Rahmat. Qo'l qolamiz. Rahmat. Hurmatli aziz muxlislar, mana ustozimizni mana shu 77 yoshga kirganlarga qadar 10 dan ziyod kitoblari, she'riy kitob nashrlari chiqqan. Hozir men sizlarga qisqa shuni ko'rsatib o'taman. Mana Omon Sharifni esdalikka qolgan ro'moling. Ustoz, mana kitoblari. Mana Omon Sharifni Muhabbatim bekasi kitoblari. Yana ustozimizni onasini sog'ingan qizim. Mana ustozimizni Qalb guldastasi kitoblari. Mana ustozimiz Omon Sharifni Farishtaginam kitoblari. Mana ustozimizni eng oxirgi kitobi bo'lishi kerak, ustoz, ana shu kitobimiz. Omon Sharifni Sog'inch iztirobi. Mana ustozimizni Sardobalik bir qiz bor kitoblari. Mana Omon Sharif ustozimizni Qor yoqqan kecha kitoblari. Mana oxirgi kitob Bir kelib keting qishlog'imizga kitoblari. Qishlog'imda. Ustozni bu kitoblari savdo do'konlarida ham bor, ustoz? Ko'p nusxadan chiqarilgan. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Qolaversa mana yana ijtimoiy tarmoqda YouTube kanaliga ustozimizni she'rlarini, o'sha ijodiy o'qishlarini, audio zapislarini, kitoblar nusxasini yana davom etkazib tashab turamiz, ustoz. Ustoz, o'zingizni bir yaxshi ko'rgan birorta she'ringizdan shu muxlislarga o'qib bersangiz. Qorong'i oralab hukmron chiroq, derazadan shu'la sinib boqardi. Daradan kechikatgan qaldiroq biroq, inini topolmay qanot qoqardi. Kampirning charxam moysirab behol, g'ijiri tobora falak o'tardi. Osilgan suratni ebratib shamol, chol jig'iga tegib yotardi. Endi davom bor. Xo'p, ustoz, rahmat. Hurmatli aziz muxlislar, ustozimizni qalamlariga mansub bir she'rlarini qo'shiq qilib kelgan biza yangi, shuni hozir ijro etib beramiz.
olma anor terib yurgan bog'larda seni izlab topdim yoshlik chog'larda. Olma anor terib yurgan bog'larda seni izlab topdim yoshlik chog'larda. Senchi nima topding bu ardoqlarda? Hayot so'qmoqlari xor ekan sensiz, hijron azoblari bor ekan sensiz. Dalalar chiroyli, soylar oqqanda, tog'lar purvi qordur, qorlar yoqqanda, go'zal hayo bilan boqqanda, ko'ngil ko'chalari tor ekan sensiz, dilim titroqlari bor ekan sensiz. Ko'ngil ko'chalari tor ekan sensiz, dilim titroqlari bor ekan sensiz. Tabiat qo'ynida uchib navolar, Xorazm avjida kuylar havolar. Samarqand yo'lida ushoq sadolar, bu zavqlar zavq emas, dor ekan sensiz. So'ngsiz istiroblar bor ekan sensiz. Shamollar uvlab qolar cho'llarda, lolalar sayrg'ayib sular qo'llarda, daryolar jo'sh urmas o'lgu sullarda. Baxtimga bahorlar bor ekan sensiz, musaffo navolar bor ekan sensiz. Muhabbat mehrla payvand bo'lganda, bag'ringda bir fasl orom olganda, qoyalar egilib salom berganda, oqshomlar cho'zilar yillarday sensiz, havolar buzilar sellarday sensiz. Oqshomlar cho'zilar yillarday sensiz, havolar buzilar sellarday sensiz. Hijron azoblari bor ekan sensiz. Rahmat, katta rahmat domlajon. Ustoz sog' bo'ling, Rahmat. salomat bo'ling. Ser. Hozirda ko'rdim duoda qo'ling, yastanib yotibdi og'itma ko'ling. Qozoq yeri tutash g'alaba cho'ling, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim. Obidalar obod bo'lsa qatoring, ruh poklar bilan obod mazoring, karvon yo'ling bilan mashhur bozoring, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim. Arrivgari xoki ziyoratgohing, yetti pirlar ruhi pok qiblagohing, shopir asos solgan vardonze mohing, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim. El sevgan adib va shoirlaring bor, buyuk allomalar bergan bu diyor. Boqi bobo xalloq mashhur jangovor, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim. Istiqlol tufayli to'ldi bozoring, Jayxun sayxun bilan yashnar bahoring. Ming bog' deb nom oldi ming bir chinoring, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim. Devalak gumbazing sado beradi, baland tepalikdan navo yeladi. Seni bilmaslarga rahmim keladi, shofirkonni ayting kim bilmaydi kim.